Yettinchisi, Alloh taolodan hayo qilish. Alloh taologa nisbatan eng muhim odoblardan yana biri doimo u zotdan hayo qilishdir. Banda Alloh taoloning o'zini doim ko'rib, holatlaridan xabardor bo'lib turganini bilishi va u zotdan hayo qilishi lozim. Allohdan hayo qilish qanday bo'lishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday tushuntirganlar. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohdan haqiqiy hayo qilishda hayo qilinglar dedilar. Biz, ey Allohning rasuli, Allohga hamdlar bo'lsinki, biz albatta hayo qilamiz dedik. U zot unday emas, lekin Allohdan haqiqiy hayo qilish boshni va undagi narsalarni saqlashingiz bilan, qorinni va undagi narsalarni asrashingiz bilan, o'limni va chirib ketishni eslab yurishingiz bilan bo'ladi. Kim oxiratni xohlasa, dunyo ziyonatini tark qiladi. Kimki ushbularni qilsa, o'sha kishi Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'ladi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Allohdan haqiqiy hayo qilish uchun banda boshini va undagi quloqlari, ko'zlari va tilini ma'siyatlardan tiyishi kerak. Qalbini gunoh narsalarni qasd qilishdan asrashi kerak. Harom ozuqalarni iste'mol qilishdan saqlanishi kerak. Kimda ushbu sifatlar topilsa, o'sha kishi Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'ladi. Ruhiy tarbiya ulamolari ushbu hadis sharifning ma'nolarini turli sodda uslublar bilan osongina tushuntirib qo'yganlar. Bir kishi Ibrohim Adhamning oldiga kelib, "Ey Abu Ishoq, nafsim gunoh ma'siyatlarga botib ketdi. Sizdan gunoh ma'siyatlardan qaytaradigan biror narsa bormi?" dedi. Ibrohim Adham, "Agar aytadigan nasihatlarimni tinglab, ularga rioya qila olsang, senga birorta ham gunoh zarar bermaydi" deb javob berdi. Haligi kishi, "Ularni ayta qoling, ey Abu Ishoq" dedi. Ibrohim Adham 5 ta xislatni sanadi. Birinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, uning bergan rizqini yemagin. Haligi kishi, "Unda qayerdan yeyman? Axir yerdagi barcha narsa uning bergan rizqi bo'lsa" dedi. Ibrohim Adham, "Unday bo'lsa, u bergan rizqni yeb turib, yana unga isyon qilishni o'zingga ep ko'rasanmi?" dedi. Haligi kishi, "Yo'q, albatta. Ikkinchisini ayta qoling" dedi. Ikkinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, uning yerida turmagin. Haligi kishi, "Ey Ibrohim, bu birinchisidan ham dahshatliroq-ku. Mashriq ham, mag'rib ham ularning orasida nima bo'lsa, hammasi uning mulki-ku. Uniki bo'lmagan qayerda turaman?" dedi. Ibrohim Adham, "Ey inson, u bergan rizqni yesang, uning yerida yashasang, yana unga isyon qilsang, shuni o'zingga ep ko'rasanmi?" dedi. Haligi kishi, "Yo'q, aslo ep ko'rmayman. Uchinchisini ayta qoling" dedi. Uchinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, u seni ko'rmaydigan bir joyni topda, isyoningni o'sha yerda qil. Haligi kishi, "Hoy Ibrohim, bu nima degan gap? U zot barcha sirlardan xabardor bo'lsa, qalbdan kechayotgan narsalarni ham bilib tursa, biror narsa ham unga maxfiy bo'lmasa" dedi. Ibrohim Adham, "Hoy odam, uning bergan rizqini yesang, u bergan makonda yashab turib, uning seni ko'rib, barcha sirlaringdan xabardor ekanini bila turib, yana unga isyon qilishni o'zingga ep ko'rasanmi?" dedi. Haligi kishi, "Yo'q, aslo ep ko'rmayman. To'rtinchisini ayta qoling" dedi. To'rtinchisi, agar o'lim farishtasi ruhingni olish uchun kelsa, unga "Meni qoldirib turgin, tavba qilib olay" degin. Haligi kishi,
u buni qabul qilmaydi-ku dedi. Ibrohim Adham: agar tavba qilib olishing uchun o'limni o'zingdan qaytarib tura olmasang, joningni olish uchun kelgan paytda aslo ortga surmasligini bilsang, qanday qilib xalos bo'lish haqida umid qilasan, dedi. Haligi kishi: bo'ldi, 5-sini ham ayting, dedi. 5-si: qiyomat kunida zaboniyalar, do'zaxga kirganlarni azoblashga tayin qilingan farishtalar seni do'zaxga olib ketishga kelsalar, ular bilan birga bormagin. Haligi kishi: ular bunga qarab o'tirmaydilar-ku, dedi. Ibrohim Adham: unday bo'lsa, najot topishdan qanday umidvor bo'lyapsan, dedi. Haligi kishi: ey Ibrohim, bo'ldi, yetarli bo'ldi. Men Allohga istig'for aytaman va unga tavba qilaman, dedi.